Assalomu alaykum do'stlar. Men G'ayrat. Siz Sun'iy intellektlar YouTube kanalidasiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib rasmdagi orqa fonni sun'iy intellekt yordamida juda ham zo'r holatda qirqishni, ya'ni yo'qotishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Aytganday, sayt bepul. Xo'sh, demak do'stlar, doimgidek Google'ga Big Buy deb yozib olamiz. Ya'ni BGBYE. Xuddi shuni yozib enter deb bitta bossak, Big Buy. O'zi bu yerda bigbuy.firing.com degan free remove background from images and videos degan kelib chiqadi sayt. Shu saytning ustiga bosamiz. Agar bu saytga kirish sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, telefon bilan bir xil bo'ladi odatda. Kattaroq ko'rinish uchun men kompyuterda sizlarga ko'rsatib beryapman. Telefonda kichkina bo'lib qoladi. Kompyuter orqali kirsangiz ham, telefon orqali kirsangiz ham bir xil. Agar telefon orqali kirganingizda qiynalmayotgan bo'lsangiz yoki saytda to'liq nomini qiynalmayotgan bo'lsangiz, Telegramda Sun'iy intellektlar YouTube kanalimiz bor. O'sha kanalda tayyor joylab qo'yganmiz. Ya'ni qanday qilib rasmdagi o'sha saytni shunday to'lig'icha shunday ustiga bossangiz, to'g'ridan to'g'ri shu saytga olib kirib ketadigan qilib joylab qo'yganmiz. Bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi. Sun'iy intellektlar Telegram kanalidan o'zi videoni montaj qilgandan ham qo'yib ketaman. Bu yerda chiqadi. Hop. Mana ustiga bosdik. Mana buni ustiga bosdik. Va bu kelib chiqdi mana. Upload files. Bu yerda video, PNG, boshqa narsalarda ham qilsangiz bo'ladi. Hozir sizga shunchaki rasm qilib ko'rsatmoqchiman. Rasmda qanday qilib juda ham zo'r qilib ekan noma. Mana bu yerda o'zimizning rasmimizni olamiz. Hop, oldik. Mana va ikkovi yoniq turishi kerak. InspireNet va BriefNet. Shu ikkovi yoniq bo'lsa, juda ham tiniq kesar ekan. Start processingni bosamiz. Mana o'zi kattagina turibdi. Background by degani endi bu, ya'ni orqa fon higher degan ma'noda. Hop, demak jarayonda ozmoz kutamiz. Xo'sh. Men video to'xtatib turaman, tayyor bo'lganda yana qaytarishni davom ettirishni boshlaymiz, chunki uzoq davom etadigan bo'lsa video cho'zilib ketadi. Mana do'stlar, tayyor bo'ldi. Bu yerda mana download all deb chiqib turibdi. Ustiga bosamiz. Mana yuklab olyapti. Zip faylni yuklab olyapti. Endi menda sizda ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, zipdan chiqarishni bilsangiz kerak deb umid qilaman. Agar bilmasangiz, yozsangiz men o'zim tushuntirib beraman. Hop, mana fayl ustiga kirdik. Mana tayyor holatda. Hop. Mana bu yerda juda ham aniq kesgan. Endi to'g'ri bu yerda ozgina qismlari bo'lishi mumkin, lekin endi videodan biror joyda foydalansangiz, umuman bilinmay ketadi. Bu birinchi shakli, bu ikkinchi shakli. Mana. Eng chiroyli qilgani shu. Menimcha. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunmagan yeringiz bo'lsa, agar sizda telefonda boshqacharoq chiqadigan bo'lsa, telefonda menda ham bir xil chiqdi. Shu sababli kompyuterda ko'rsatyapman xolos. Agar telefonda boshqacharoq bo'lganda, boshqacha ko'rsatgan bo'lardim. Hop, yana birorta bilmagan saytingiz yoki qanaqadir sayt qidirib yurgan bo'lsangiz va o'zbek tilida topa olmayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Xudo xohlasa, o'sha siz bilmagan sayt bo'yicha ham video qilishda harakatini qilamiz. Foydali bo'ldi degan umiddamiz. Like bosing, obuna bo'ling demayman. Shu izohlarda agar foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingiz fikringizni qoldirib ketsangiz bo'ldi. Ha, albatta sayt mutlaqo bepul. Demak, xayr, salomat bo'ling.